38, 39, 40, 41, 40 liraga 15 sotoni qo'shsak, Argentinaga berish uchun 200 lira bo'lsa andin yetadi. Lekin hozir aram shunchalik tursa, bu qanday bo'lib ketdi? Fiolina! Qandaqroq? Bekmizlikkan. Endi tizli saqayib ketadigan bo'ldingiz. Sening kishing bilan saqayib qoldik, Fiolina. Men bilan qaring bo'lmasin. Endi men turib harakat qilay. Bo'lmaydi. Doktor nima degan? Hozir degan halqaliq payt tursa. Fiolina! Fiolina! Ha? Nim bo'ldi dada? Fiolina, tunigun sana bergan 2 liradan qanchalik oshdi? Iqtisodchilik bilan kuniga 10 so'm xeshlaganda seninkisi yana 3 kun yetadi, shundaqmi? Ha? Tugidi. Nima? Tugidi? Oshqinini doğru ilişki ishlatgandim. Bu nima qilganing? Markoning dadisi olmayman deganti, lekin men Ahmoq. Haq olmayman desa, haqqi zo'rlab berganing nimasi? Ha? Bilib o'tamsan? Yig'lama. Bu mening piqsig'lik qilganim emas. Bizning kirimimiz aram shunchalik tursa, boshqa qiladigan ishimiz bo'lmasa, Argentinaga berish fursatini qo'ldan berib qo'ymizmi? Dada, Fiolinani ayblamang. hech qisi yo'q hada. Men kuchab ishlab, dadam bilan siz topadigan pullarning hammasini topaman. Fiolina. To'lib o'tma. Bir oshxonning yuga yetimi qanchalik pul bermoqchi? Ha? Men yog'och qo'ncha qo'ynitdiman. O'yin qo'yamsan? Ha? To'g'ri. O bichare, aşu küçük kızın taşlapsa, heş. O hem işcan, hem qaysar ayoldi. Kesib adabmi ağlamagan, lekin tuyuqsizliza. Hey. Taqdir degan shu-da. Sizmi diqqat qiling, Jumo. Men hem işcan emas, hem qaysar emas. Ölmeyme. Nima qilyapti? Tozara bir bak. Hem işcan hem qaysar meni opam shundoq, lekin u o'lmaydi. Men qaytib keldim, Amidiyo. Amidiyo. Tozim qamlashmagan narsa kelsa, burroq chiqsa olmamdi, odamni cho'chitib o'tding. Näslen tünögül ep qo'ygan, uyim pokizgan, yo'g'ida kirim yo'qkan. Tushlik tomoqni yeb bo'liblam, Xabino apandimni yo'qlab kelayli. To'g'ri, pristanga berib paraxod keldimi yo'q, qarab baqayli, a? Qandaq? Fiolinadan ensirab o'tamsiz? Shundaq, u azaldan undaq ko'p kishilar oldida o'yin qo'yib baqmaga tursa, uni cho'qim sakindan qo'llab tushiraydi-da. Sen ko'rib tur, u yana yig'lab qaytib keladi. Dada,
men puatmasam bo'ptikan. Meni kechiring dada. Deb kelmiz qarab tur. Ha? Qarab tur. Siz onun sənik çıxıb baxmağanlığını bilib durub, yen nemiga açıqlaysiz? Men nemiga açıqlaydım, ha? Özün aytib baqa. O yuvaşlıq bilan bilmegen narsani bilmeymen dada dese, men yana açıqlandım, ha? To'g'rimi yo xatami? Özün deb baq. Meningchi siz o'zingizdanmi açıqlayapsiz? Bu deganing rost. Shuncha yiroqdan keyin oyog'i kelib kichikkina bolani pul top deb ko'chaga chiqarib qo'ysam, yuzimni qandoq ko'tarib yuraman? Fiolinani boshqalar bo'zaq qilib yig'lab kelsa, men nima deyman? Uni qaytarib kelishga amalim yo'q. Men bo'sog'ida atlab chiqammisam? Qandoq qilaman? Buningga yana nima amal bor deysan, ha? Dada, siz yetib baramayling, men baray. Ha? Yo'q, sen borma. Sen borgandan ko'ra o'zim baray. Sen dam og'in, ha? Ha? Fiolina. Marko Roshi. Ag'ini marhamat uy kirib. Turgan kishilarga ko'p rahmat. Endi jo'rangni topdingmi, Julietta? Ha? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Sizning yardamingiz bilan atib olishimiz xeyli yaxshi bo'lib qoldik. Marko. Chiroyingizmi xil tuzilib qopti. Rahmat. Lekin dadam ancha yaxshi bo'lolmayotidi. U to'g'ri yig'ilolmayotidi. Xapino efendim. Siz balonschilikmi bo'lolmabsiz? Siz degan cho'ng odamchimi? Bək yamankensiz degininiz bək to'g'ri, Marko. Lekin Fiolinami cho'nglarning gapiga kirmay, atdigandila ko'chaga o'yin qo'yg'al chiqib ketdi. Nima, Fiolina? Shuncha desakmi anglamadi. Shun xotirjam bo'lolmayotimiz. Xotirjam bo'lolmayotimiz? Fiolina chataq yo'q. Men uning mahoratini yaxshiligini bilaman, rost. Gapingizga bizni xushal qildi. Lekin shundoq bo'lsa-mu? Undoq bo'lsa men berib qarab boqay. Xo'sh xabar kutinglar, u cho'qim olqishga erishidi. Aras, Amidio biya top tursin. Qanday Xapino efendim? Undaq sizga ko'p rahmat. Ems men ketdim. Xo'sh xabar kutinglar. Xo'sh, men ketdim. Garibaldi Cancin, işimiz yerga yetgandan keyin taslim bo'ling. Qoplanlardek Avstraliya qo'shinlarini biz yengolmaymiz. Yo'qol qo'rqinchoq. Botir jangchilar olg'a. Vatanimizning birligi uchun olg'a. Yoshlar, ishchilar, qaranglar. Butun Italiyada bo'ron chapqin ko'tarildi. Garibaldi Cancin, Garibaldi. Biz siz bilan menga billa. Qaranglar uning yuziga. Unda kishqalik-a. Qo'zdan bo'ldi. O'ssiz qo'yunchi. Sen dik odam urmoqchimi? Fiolina! O'yin qo'yib bo'ldingizmi? Mening ko'gim botdi. Yana bir qo'ying'a Fiolina. Nim bo'ldi? Endi qo'ymamsiz? Bo'lmaydi ekan. Endi qo'ymayman. Nega borsiz? Hey, nega borsiz? Ha? Nega borsiz?
Men qaysi izim bilan uyga qaytaman. Pul tapamadыңызмы? Қараң, мен Аргентинаға беріш үшін жыққан пулым ба. Бұны мен сізге берей. Қандақ, Боламда? Men ya tilemchi bo'lmasam, Неме? men boshqalarning ish chaqirtishiga muhtoj emas. Ondaq maqsadda deymidim. Bu Men yetishni yaxshi qilolmay yuk bo'lib qoldim. Dadam bilan adam og'rib qolsa-mu yordamlashamasam, hech ishni qilolmasam. Yo'q, ta'lingiz kelmabdi. O'tganda o'g'zida xeyli yaxshi o'ynatqandingiz go. To'g'ri. Men hozirlik qaytib kelmay, bir narsa akilay. Siz mishadi midirlamay saqlab o'tirib turing, Hozirlik qaytib kelmay, Fiolina. Bir narsa akilma, hozirlik kelma. Hozirlik kelma. Xapino efendim. Marco. Marco. Fiolina qandaqroq ekan? Buni olib ketdim. Nima ish bo'ldi, dada? Buni sinab ko'ring. Siz buni eng yaxshi ko'rsiz-ku. O'tganda rost odamdakla o'ynatib, meni qo'rqitib o'tgandingiz. Qani, tezroq sinab boqmamsiz? Yo'q, yanada o'xshash. Yo'q, o'xshamaydi. Siz sinab ko'ring. Lekin sahna bo'lmasa bo'lmaydi-da. Sahna nima ish qilsiz? Bu yer maydon, yo'lning hammasi sahna. Keling, ayting. Undaq bo'lsa nimani aytdim-a? Nimani bilsangiz shuni aytayvermamsiz? Keling, ayting. Men yaxshi. 汚れた踊り靴おいらが踊ればトポトポポトン Pek yaxshi bo'ldi. 私の可愛い踊り靴私が踊ればドレリロレロンおいらの汚れた踊り靴おいらが踊ればトポトポポトン Bek yaxshi o'ynattınız, bek yaxshi oldu. Bek yaxshi bo'ldi. Sizning do'stingizmi? O kundi maydonda o'yin qo'ydi. Kelib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Undaqda men kundi kelib ko'ray, ha? Opa, meni ko'rma. Bo'ladi. Fiolina, biz g'alaba qildik, Fiolina. Ay, g'alaba qildik. G'alaba qildik, Fiolina. Hey, bek yaxshi oldu. Oho, mahmaymonda qaranglar. 私が踊ればドレリロレロンおいらのつまったボロズボンおいらが踊れば あなたはどなた 仲良しござる
Ana, bu sizin köngünüz. Ha, bunu elim. Pek yaxshi o'ynatding, Fiolina. Ne degan yaxshi açsınlar bu. Qo'sha! Haqiqiy mening qizim bo'lishga munosibsan. Konjito bilan baslash kerak bo'lsan. Xopino yog'och qo'nchoq o'migida yana bir yengim ayir yetishib chiqdi, Bugungi o'yinning asosli xodimi Marko. U Fiolinani rag'batlantirib, uning talantini namoyon qildi. Marko uchun ko'taraylik. Hammasi Markoning yordamdan bo'ldi. Men uning ko'p rahmat aytaman. Endi paraxodga chiqalaydigan bo'ldik. G'albi ko'z oldimizda. Sharaf dangliq rejissor Markoga mansub, dangliq artist Fiolinaga mansub, dangliq qo'shimcha personaj Amedioga mansub. Qani ko'taraylik. Ko'taraylik. Nim bo'ldi, Marko? Mijozingiz yo'qmi? Ko'nglim yerim bo'lyapti. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib qolgandik. Endi sizlar meni tashlab ketadigan bo'ldinglar. Sizning ishingizni. To'g'ri, biz yana maslahatlashimiz emasmi? Dada, Endi qolaymiqan va'da qilmang. Ichin ishlik, uning talanti. Men ketay, kashf ketdi. Dadam ansirab qoladi. To'g'ri, xotirjam bo'ling, Marko. Biz Buenos Airesga borganda oldi bilan apingizni tepib, sizlarning yaxshi turayotganliginglarni deymiz. Uni tezroq qaytib ketishga ma'qul keltiramiz. Siz qanday, Marko? To'g'rimi ya? Xopino apandi. to'g'ri, opingizni cho'qim topamiz. Rahmat, men ketdim amsa. Marko. Rahmat sizga, Marko. Fiolina! Fiolina! Marko. Rahmat sizga, Marko. Uning boshqa do'sti yo'q. Ko'proq g'amxo'rlik qilasiz. Bo'lamdi, Marko? Bo'ladi. Yaxshi sezildi. To'g'ri, shunday qilib bo'lamdi. To'g'ri, xatbamga qarab boqaychi. Marko, Shinada? abamning xat keldi. Men seni bek saqlab ketdi deb uyinglarga kirib berdim. Uyga kirsam dadang bor ekan. Rahmat dada. O'tishgan to'q men yandim. Uxtam. Men tortlamayman qilsam, Marko. Dada, opamning xatimi? Marko, Tonio, yaxshimsizlar? Sizlarni o'ylig'inimda ash ko'ngillik chog'lar esimga keladi. Opamning xatiga. Lekin Buenos Airesda hozir qish vaqti. Havoning o'zgarishi bilan salomatligim ancha yaxshi bo'lmayotdi. Bir necha kun dam oldim. Dada, opam og'rib qopti. Aldırma, davamlıq okumamsan, Bu ishlarni desam sizlar ansirab qolishinglar mumkin. Lekin men yolg'on gap qilishni yaxshi ko'rmayman. Bu cho'qim. Marko, Tonio, yaxshimsizlar? Sizlarni o'ylig'inimda shu eng issiq chog'lar esimga keladi. Yolg'on, opam bizga tasalli beribdi. Marko, undaq emas balam, apan siləni qaçan aldab baqqan, Opamning kesili cho'qim ig'ir. Bo'lmas nima uchun 3 qatimgacha xat kelmaydi. Dada, opam pul avatmagandi. Avatmagandi. Demak, cho'qim xizmat topolmadi. Kesili ig'ir o'xshaydi. Cho'qim shundaq. Kesili ig'ir o'xshaydi. Bo'lmas opam u. Shundaq, pulni rasl topshirib olmadik. Lekin apan xetida 2 oyda jami 100 lira avatdim debdi. Qara, boshqalar o'g'irlab olgan o'xshaydi. Apan hargiz yolg'on aytmaydi balam. Buni o'zing bilasan. Ishlaversam bo'pti-ku. Pulimni jiqiyotdi. Pulim bo'lgan bo'lsa, Xopino apandilar bilan birga borgan bo'lardim. Marko, apangning menga yozgan xetida mundaq gaplar bor. Xo'sh xabar. Uzun o'tmay, muoshi yuqori xizmatdan biriga olmishiman. Aniq bo'lganda yana sizlarga ayrim xabar qilaman. Shuningdan burun xat yozsanglar, yanla Merli tog'anglarning uyiga selinglar. Marko.
Agar opang rostla og'riq bo'lsa, undaq kasal kishini kim ish qilsa oladi? O'zing o'ylab boqmamsan, balam, ha? Bugün bir ayolning o'lgunini ko'rdim. Hem ishchan, hem qaysar ayolken. Men bilan tang bo'lish yetim qoldi, dada. Marko, mayli qandaqli bo'lmasin, opangdan xat keldi. Uning ustiga uzun o'tmay yangi xizmatga olmish ekan. Opang kichik bola emas. Buenos Airesda merli tag'ing bor emasmi? Sen bunda qalaymiqan xiyollarda bo'lma. Dadang bilan opangga ishonishing kerak. Men shundoq o'ylayman. Bo'ldi, kelar qitim opangning xo'sh xabarini kim baldir topshirib oladi ekan? Appa, jinim appa, salomatligingni bek asrag'in. Uçar kiyime Ginaya asmınıda bir çögelaydi ekan. Bu bir yangilik. Bütün ko'chadagilar bu to'g'riliq g'ulg'uli qilishmoqda. Emilio Marko bilan maslahatlashib, marajni yasab satmoqchi bo'ladi. Marko mushu yo'l bilan pul tepib, Fiolinalar bilan billa ko'chmanlar paraxodiga chiqib, Argentinaga berib opsini izlamoqchi bo'ladi. Kutmagan yerdan havo o'zgarib, shaqirab, yomg'ir yog'ib ketadi. Keyingi qatimda uchar kiyimi ushqan kun degan qismini ko'ringlar.